telefon. Kodini ham qo'yib qo'yishdi. Singlim. Assalomu alaykum obunachilar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, telefon shu musorkadan chiqdi. Musorka endi bular endi tashib yuborsa ham shu kodini qo'yib, Rossiyada endi tashib yuborsa ham kodini qo'yib kimdir foydalansin degan maqsadda qo'yib qo'yishadi. Shuning uchun bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi. Endi men video qilishga majbur bo'ldim. Xo'p. Buni endi inshaalloh bu unaqa narsa emas. Bu foydalanish uchun bular tashab ketishgan. Buni endi men yangi ekran, yangi krishka, mana yangi ekran, krishka olib kelib qo'ydim. Xudo xolasa bu ekranni, krishkani qo'yib, zbroschilarni format berib turib, buni sotishga emas, sizlarga obunachilarga berib yubormoqchiman. Shuning uchun shu profilimga obuna bo'lib, like bosib tarqataveringlar. Inshaalloh keyingi videoyimda qo'yish jarayonlarini qo'yib turib, sizlarga yana bitta video qilaman. Ko'ramiz, xudo xolasa.